Assalomu alaykum. Siz uchun eng mazali chiqadigan Snickers pirojnisini oson usul bilan tayyorlab ko'rsatib beraman. Bu retseptim bilan bir bor tayyorlasangiz, sizni har doimgi tayyorlaydigan shirinligingizga aylanadi. Videoga bitta like bosib, kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib biskvitini tayyorlab olamiz. Bugungi biskvitimiz turk biskviti bo'ladi. Hamma masalliqlarni idishga birdaniga solib olamiz. 6 dona tuxumni oq sarig'i bilan qo'shib solamiz. Shakar, kakao, kraxmal, aynan jo'xori kraxmali bo'lishi kerak. Kartoshka kraxmali bo'lmaydi. Avvaliga solamiz. Konditer do'konlarida sotiladi. Aynan shu turk biskviti uchun solinadigan mahsulot. Un soldim, razrixritel solamiz hamda muzdekkina suvni quyib mikserlashga qo'yamiz. Hamma masalliqlarni miqdorini videoni tagida ham yozib boraman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rib olishingizga ham bo'ladi. Turk biskvitimiz o'xshab, baland bo'lib chiqishi uchun 3 ta mahsulotimiz muzdekkina bo'lishi kerak. Bular tuxum, suv hamda Avalex. Mikserlashga qo'ydim. Mikserlash paytimizda ham birinchi sekin оборотga qo'yib, aylantirib, unlari sachramasligi uchun keyin sekin-sekin ko'tarib, baland skorostda 8 minut davomida mikserlab olamiz. Agar qo'l mikseridan foydalansangiz, 10 minutgacha mikserlab xuddi shunaqa quyuqqina massa bo'lgunicha mikserlaysiz. Biskvit xamirimiz tayyor, xuddi shunaqa quyuqqina shokoladli massa bo'ladi. Endi qolipga solib olishimizga ham bo'ladi. Ko'pincha qizlar kommentariyada so'rashadi, Avalex zararlimi deb. 150 gradusli issiqlikda Avalexni hamma zararli xususiyatlari yo'qoladi. Bemalol qo'rqmasdan foydalanishingiz bo'ladi. Avalexni vazifasi biskvitimizni baland bo'lib ko'tarilishiga hamda sochniligini, yumshoqligini uzoq vaqt saqlashga yordam beradi. Mandagi qolipdagi ochiq bo'lgani uchun tagini folga yordamida o'rab yopib oldim. Qolipni listga qo'yib olib, xamirimizni solib, ustilarini tekslab pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida yoki pechda 150 gradusda 45-50 minut davomida pishirib olamiz. Mandagi qolip razmeri kattagina 22 ga 32 sm. Eslatib o'taman, biskvit pishirishdan oldin gaz duxovkangizni oldindan qizdirib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Biskvit pishish jarayonida gaz duxovkani eshigini ochmaymiz, bo'lmasam endi ko'tarilayotgan biskvitimiz cho'kib qolishi mumkin. Mana pishirib olgan biskvitimizni setka ustiga orqa tarafi bilan ag'darib qo'yamiz. Shunda o'rtalari cho'kib qolmaydi. Soviganidan keyin folgasidan ajratib, qolipidan ajratib olamiz. Sovigan biskvitni ikkita bo'lakka bo'lib olamiz. Bemalol ikkiga bo'linadigan biskvit bo'ladi. Hozir oralarini ham ko'rsataman. Yumshoqqina mayin sochni biskvit chiqadi. Orasiga nachinkani tayyorlab olamiz. 250 gram yeryong'oq mag'zini ichiga 100 gram varyonniy sgushyonkani solib, yaxshilab aralashtirib, nachinkani tayyorlab qo'yamiz. Xohishingizga qarab, yeryong'oq mag'zini maydalab olishingizga ham bo'ladi. Men shunaqa butunligicha foydalandim. Endi kremiga kirishamiz. Bizga yarim litr qaymoq kerak bo'ladi. Oddiy uy qaymog'i, bozor qaymog'i deymiz-ku, xuddi shunaqa qaymoqdan foydalandim. Ichiga 150 gram varyonniy sgushonka soldim. 100 gram quyultirilgan sut solib, mikserlashga qo'yamiz. Mikserni past skorosidan boshlab, sekin-sekin ko'tarib, baland skorosda 5 minutgacha mikserlab, krem holiga keltirib olamiz. Muzqaymoqli kremimiz tayyor, juda ham mazali. Hamma tort va pirojnilarga ishlatishingizga bo'ladigan, me'daga tegmaydigan krem bo'ladi. Kremimiz tayyor. Endi pirojnimizni yig'ishni boshlaymiz. Agar biskvitingiz
Quruqroq chiqqan bo'lsa, namlantirib olishingizga bo'ladi, ya'ni propitka qilib olishingizga bo'ladi. Kamroq kofe yoki sut bilan namlantirishingizga bo'ladi. Biskvit ustidan yalang'oqli nachinkamizni solib, hamma joyiga bir xil qilib tekislab, ustidan krem solib surib olamiz. Biskvit ustini kamroq tekislab oldim. Ikkinchi bo'lak biskvitimizni ham qo'yib olib, ustilarini, atroflarini qolgan krem bilan tekislab olamiz. Agar Avalex topolmasangiz, oddiy klassik biskvitdan foydalanishingiz ham bo'ladi. Kanalimda har xil klassik biskvitlarning retsepti bor. Bemalol kirib ko'rishingizga bo'ladi. Pirojnimizni ustalarini, atroflarini krem bilan tekislab olganimizdan keyin 2 soatga xolodilnikka qo'yib olamiz. Ozgina kremlari qattiqlashib oladi. Ungacha glazur tayyorlaymiz. 150 gramm shokoladni ichiga 50 gramm sut qo'shib, mikrovolnovkada aylantirib eritib olamiz. Pirojni ustidan quyib, hamma joyiga bir xil qilib tekislab olamiz. Pirojni ustini pichoq yordamida belgilab, nechta kусокlarga bo'ladigan bo'lsangiz, shuncha kусокni mo'ljallab belgilab olamiz. Katta kусокlarga bo'lganim o'zida 24 ta pirojnilar hosil bo'ldi. Agar maydaroq kessangiz, undan ham ko'proq chiqishi mumkin. Ustini o'zingiz xohishingizga qarab bezatib olishingizga bo'ladi. Snickersni ingichka to'g'rab, ustilariga qo'yib olishingizga ham bo'ladi yoki mevalar bilan bezatishingizga ham bo'ladi. Buyog'i o'zingizni xohishingizga qarab. Tayyorlab bo'lganingizdan keyin 1-2 soatga xolodilnikka qo'yib olsangiz, biskvitlariga kremlari singib, yana ham mazali bo'lib turadi. Men videoga olganim uchun oralarini ham kesib ko'rsatdim. Bugungi retseptim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'laman. Shu retseptim asosida zakazlarga tayyorlashingizga ham bo'ladi. Sizni daromadga keltiradigan retseptlarimdan biri. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Bugungi videom sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Telegram kanalimga ham ulaning, silkasini shu videoning oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original retseptlarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.